Bulbulcha kutayotgan oyijonlar bormi? Mana ko'rib niyat qilayotganlarga jo'natib qo'yasizlar. Nafaqat bulbulchasi katta bola, balki вообще krasavchik yigit ekan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Tursin qaranglar buni. Men qorinimdaligidan yaxshi ko'rib qoldim. Shunaqa chiroyli bola bo'ladimi? Mana buni qaranglar. Yutunib qo'yapti. Yo, bu yerda tushmay qolibdi yutunib qo'ygani. Yutinish refleksi juda ham muhimda. Uxlab yotibdi. Yuraklari uryapti. Adasi ko'rib nima deydi? Men hech bolalarim bunaqa ko'rmaganman. So'nggi texnologiyami dedi. Yo dedim, обычный texnologiya dedim. Вот mana. Qo'llarini ko'rdinglarmi? Mushtlab. Shu yerda ham razbor qilyapti. No, bizada ozgina problema, oysin